Vay. Varsa kam ne bu? Vay ciddi kuşma. Dadam fakat bulanmay kaldı. 16. kısım. Babasız oğlunun ölümü. Bu varsa kam ken o ölüp kaptı mı? Hadi dağa. Varsa kam ne bu? Varsa kam ne? Nim boldu balam? Udukma aldırmay sözle. Varsa kanka demiş yoktu. O varsa kam ne maşimi jetipti o ölüp kaptı. Nime? Nim dedin balam? Vay. Vay yürükim. Vay. Vay. Vay yürükim. Vay. Dada! Dada! Gelin dada! 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 Kızı yiyeceğim dada! Dada gözünüzde yiyeceğim bunu burada korkutma. Nima? Siz şəhərlik sağ çıxandınmı? Toğru ama Qudus'un ayali. Eytan yolçumu demiş oldu. O tünögün taş şikirden çıkandığı. Nima? Basqınçılıq cinayet ötküzüptü. Nimde qılayım qanqa qılsız? Sığınıp tiz bol dadam bulanmay kaldı. Tizde ciddi kusuş telefon kıl. Nimaga vaqiraysan ko'miding men telefon bir olshat qilimni? Men sog' chiqanda telefon qilibdi. Of. Nima deyapsa? Sarang bo'ldingmi? Sağ çıkanı telefon kız qilmamdi. Dadam uchidan ketib bulanmayapsa, acaba undan muhim ishing bormi? Kalan harakatlisan. Iset dadamdan senda qiz bo'lib qolganqa. Chiq qo'ydin. Munosabatdagi singlim yo'q. Dadam sizlar nima deb baqqan bo'g'itdi? But vafosiz qon yo'q. Ikki ko'zim ko'ringucha olma. Vay ciddi kuşma. Dadam fakat bulanmay kaldı. Qadir akaning ailesiga kelishmaslik kayni-kaynidan keldi. Bu qitimliq voqeada Farruxning 5 yoshli qiziga g'ish parchasi tegib, tunjuqib o'lib qoldi. Farruxning ayoli Marhaba qizining o'limi sababli xomushlik kasalligiga giribdor bo'lib qoldi. Qadir akaning eng kichik o'g'li Varis o'zining asabiylik kasal sababli qatnash voqeasiga uchrab, 21 yoshida bu dunyo bilan xo'shlashdi. Qadri oyning yo'ldoshi bosqinchilik jinoyati bilan qo'lga olindi. Farhod ko'p qitim xizmat tashlash, xizmatda ig'ir mas'uliyatsizlik qilish sababli xizmatdan haydaldi. Mush ishlar tufayli tushkunlashib, aroq kashga aylanib ketdi. Qadir aka bo'lsa, tuyuqsiz yuz bergan bu fojialar sababli tuyuqsiz mingsiga qon tushib, doktorxonaga kirib qoldi. Doktorlar ko'p tarafdan tekshirib, davolash elib borgan bo'lsa-mu, lekin mingsiga tushgan qonning doirasi keng, ham mingsida qon uyib turish ahvoli ko'rilgan bo'lg'achqa, davolash unum bermay, umrlik miyib bo'lib qoldi. Dada, yana qattiqni yeb o'tiribsan go. Shu qandoq qilma balam? Uydiya yegidek bir narsa bo'lmasa. Endi bundan keyin qattiqni yemaysa dada. Sen atayen non-plus quvvat nonlarini olg'ach keldim. Mana mao lazinan, mao qarbug'day quvvatnini, mao gulqannan, mana mao qarqatnan, mao bo'ljurgannan, mana mao sutnan.
Bu non plus quvvat nonlarini ertiganda nashta deyamsa, tush deyamsa, kech deyamsa saqlab yesangmi qetib qolmaydi dada. Uning ustiga safarga sayohatga chiqqanda elib olishga bek qulaylik. Sovg'atlikqa sotib olishga bek mos keldi ekan. Bu non plusning 20 xildan ortiq quvvat nonlari bor ekan. Hozir bu non plus quvvat nonlarga pop va parti sotadigan mamlakatimizning har qaysi joylaridan do'kondor, bozor ochuvchi do'stlardan hamkorlashishga chaqirib o'tibdi. Aloqa qilish telefon nomeri 199 90 93 12 99. Bu nomer bilan aloqalashsak bo'ladi ekan. Bunun ta'mi haqiqatan yaxshi ekan bolam. Non plus quvvat nonlari hammamizning yaxshi tanlashi. Men oldin qatim ko'p eskartgan, bu akimiz ko'p azoblansa, qattiq qayg'ursa, ro'y kayfiyatiga og'ir ta'sir yetkazdi deb. Lekin oilanglardagi kelishmasliklar dadanglarga bek ro'y besim olib kelibdi. Hozir dadanglarning minisiga tushgan qonning doirasi keng bo'lg'achqa dadanglarni saqaytishga imkoniyat bo'lmadi. Dadanglarning hozirgi hayot qilishi biz uchun zo'r g'animat. Dadamning kesilning bundan keyin asli kelish imkoniyati yo'qmi, doktor? Hozir dadingiz gap qila olmaydi, hech narsani esiga ola olmaydi, hamma olmaydi. Sizlar kutinish, oziqlanish, davolash jihatda uzun muddat bardoshlik beralisanglar, kesilida alayda mo'jiza ko'rilib, o'rnidan turib ketishi mumkin. Lekin buningga bek uzun jarayon ketadi. Ham buningga bir nima demak tez.